Assalomu alaykum azizlar. 21-aprel sanasi bugun xayrli kech hammaga. Azizlar, bugun ko'plab iltimoslarga binoan "Dada sizni juda sog'indim" degan she'r yozdik. Bugungi kunimiz otalarga bag'ishlanadi. Oramizda otasi yo'qlar bo'lsa, hammalar dardinglarga hamdardman. Sog'inganlar bo'lsa, she'rni maza qilib eshitinglar. Borlarimiz, otalarimiz umri uzoq bo'lsin. Jannatlarda Xudo xolisa otalarimizni boshlariga, onajonlarimiz boshlariga toj kiydiruvchi farzandlardan bo'lishligimiz nasib bo'lsin. Dada sizni juda sog'indim. So'zlarim but siz boringiz uchun. O'gitlaringiz eslab ovundim. Yelkamda qo'lingiz bo'lsa chiqadi 3 kun. Dada sizni men juda sog'indim. Alloh bergan ne'matim o'ziz, sog'inch olovida rosa qovrildim. Shijoatga to'lganin ko'ziz, dada sizni men juda sog'indim. Hech kimga men bermas edim so'z. Shamollarday ko'kka sovurildim. Ayting ota tegdimikan ko'z. Dada ta'limingizni juda sog'indim. Omonatim doim sog' bo'ling. G'am g'ussa neligin bilmayin qoldim. Kamolatim ko'rib siz faxrga to'ling. Dada men sizni juda sog'indim. Ey Robbim omon qil dada jonimni. Hatto jannatlardan tojlar ilindim. Mayli ol o'rniga meni jonimni, dada sizni men bugun juda sog'indim. Yig'lamang dadasin sog'inayotganlar, ular jannatlardan sizni ko'ryapti. O'z yog'iga qovurilayotganlar Alloh sog'inchingizni aniq bilyapti. Azizlar, she'r yoqqan bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman so'zinglarni. Xudo xolisa, bilyapsizlar, sizlarning so'zinglar men uchun muhim. Iltimosinglarni albatta bajaramiz. Bitta iltimosni bajarganimizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.